yaxshi bilan yomon tushunchasi bor. Xohlasang meni yaxshi deb qabul qil, xohlasang yomon deb qabul qil. Kimligiga farq yo'q. Qarindoshimmisan, o'rtog'immisan, ko'chadagi tanishimmisan. Nima farqi bor? Menga вообще farq yo'q. Kim tomonidan fikr bildirishini ham. Xo'p, menga ikki xil qarash mumkin. Xo'p, bittasi bu bola nima qilyapti? Stomatologiyada ishlayapti, odamlarni ishini yengillatib beryapti, qarzga ham qilib beraveryapti, arzonga ham qilib beraveryapti, pul yo'qqa ham qilib beryapti. Aytdi bittasi bo'lmish holatda kiyimlari yirtiq holatda kelsa-da, unga protezlarigacha tekinga qilib beryapti. Bu yaxshi tomondan qarashingiz-da, kimni bo'lsangiz ham. Yomon qarayman siz. Voy, menikini men buncha pulga qildi tishimni. Bu meni pulimni so'radi. Menga telefon qilib olib, qachon berasiz pulimni deyapti deydi. Bu odam emas bu. Bu yaxshi odam emas. Men bitta 100 mingga plomba qilib qo'yardi, 70 mingga davolab qo'yardi shim. Lekin bu 200 mingga qildi meni plombamni. Mana bu odam 70 mingga nechini qilib qo'yardi, buni qara. Shuncha qimmatga qilyapti. Bu yaxshi odam emas. Bu sizni qarashingiz. Menga вообще farq yo'q. Men bu bor yo'q o'zimning kasbimdan misol keltirdim. Hayotdan ham shunaqa. Xohlasangiz meni devoni yomon deb ko'r, xohlasang yaxshi deb ko'r mashinani, farqi yo'q. Xohlasang bu monopoliya devo, bitta o'zi chiqargan. Faqat mana shu monopoliya qilganda boshqa mashinalar kelmayapti. Endi kelishib boshladi-yu, atak eng qimmat sotadigan shu yoki uzoqimiz yaqin qilib beryapti. Mana qanday komfortlari bor. Shunchalik bizga yaxshilik beryapti. Uzoqimiz yaqin qilib, xullas foydasi tegyapti bu mashinani. Bu mashina bo'lmaganda nima qilardik mashinasiz qolganimizda? Yo'q, biz просто shukr qilaylik. Любой odamning holatiga, ya'ni o'zimizning holatimizga. Menda jiyanim bor, yura olmaydi. Zo'rg'a anqilib gapirishi ham zo'rg'a. O'shanga qarab shukr qilsak bo'lmaydimi? Men uni yomon demoqchi emasman, lekin u shu holatda tug'ma shunaqa. Xo'p, menga kimdir o'z semizsan deydi. Xo'p, men semizman, lekin sog'lomman. Ana bechora ozg'in, lekin hech bola qila olmaydi. Faqat zarar tegadi. Bu zarar teganda ham, hatto zararda ham yaxshi yomoni bor-da. Zarar tegishdi mana. Yaxshisi, o'sha yerda bansidagilar ishchilar pulli bo'lyapti. Bu yaxshi, ularga ota-onasiga zarar qatnayapti, Hindistonlargacha borib keladi. Xullas men zerikdim. Kimdir yaxshi deyishdan yoki kimdir yomon deyishdan. Mana shunday bo'ldi.